Hurmatli kuzatuvchilar, darslarimiz yoqayaptimi sizlarga? Demak, keyingi darsimiz bu o'sha xuddi Taobao kabi Pinduoduo programmasida ham do'konlar bilan gaplashish bo'ladi. Do'konlar bilan gaplashish qanchalik muhimligini men Taobao darslarida o'rgatgan edim. Xuddi shu kabi Pinduoduo darslarida ham bu bor va bu juda ham muhim. Qachondir nimadir sotib olmoqchi bo'lsangiz, bormi, yo'qmi yoki bo'lmasa mana shu qanaqa bo'ladi degan savollarni do'konga bemalol berishingiz mumkin va qolaversa, nimadir sotib olganingizdan keyin ham do'kon bilan gaplashib tura olasiz. Demak, uni Pinduoduo programmasida qanday qilishni hozir o'rganamiz. Bugun buyurtma bermoqchi bo'lgan tovaringiz haqida sotuvchi bilan qanday gaplashish kerakligini o'rgataman. Avvalambor Pinduoduoga kirib olamiz. Unutmang, VPN yoniq bo'lishi kerak. O'zimizga yoqqan va buyurtma bermoqchi bo'lgan tovarga kiramiz. Misol uchun, mana bu tovar yoqdi va buni sotib olmoqchiman. Ushbu tovarga kirib olamiz. Bu tovarga kirganingizda ko'rishingiz mumkin tovar narxlari, turlari, ranglari va tovar haqida ma'lumotlar. Buni bosganingizda magazin ichiga kirasiz. Buni bosganingizda esa bunga alohida dars chiqargan edik. Bundan keyinchalik sotib olishni rejalashtirganingizda foydalansangiz bo'ladi. Bu joyda sotuvchi bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashsangiz bo'ladi. Bunga kiramiz. Chat bo'limiga kirganingizda shunday chat paydo bo'ladi. Bularni siz bemalol Google tarjima yoki ChatGPT orqali tarjima qilsangiz bo'ladi. Biz buni bosamiz. Ya'ni bunda biz buyurtma bermoqchi bo'lgan tovarimiz haqida so'rasak bo'ladi. Mana tovar ustiga bosdik va sotuvchi bilan chat boshlandi. Hozir buni tarjima qilib ko'ramiz. Taobao darsligimizda sizlarga Google tarjima orqali tarjima qilishni ko'rsatgan edik. Bugun esa biz tarjima uchun ChatGPT dan foydalanamiz. Ustiga bosib turganimizda qora rangda xitoychasiga nusxa olish yozuvi chiqadi. Uni ustiga bosib nusxa olamiz. Mana nusxa olindi. Endi sizga aytganimdek ChatGPT ga kirib tarjima qilib ko'ramiz. ChatGPT ga kirganimizda nusxalab olgan yozuvni qo'yamiz va o'zbek tiliga tarjima deb yozamiz. Mana o'zbek tiliga tarjima qilib berdi. Tarjimasi sizga qanday yordam bera olaman ekan. Shu tarjima asosida sizga kichik layfhak o'rgataman. Ya'ni buyurtma qilmoqchi bo'lgan tovaringizni oldindan taxminiy og'irligini bilishingiz mumkin. Hozir biz sotuvchidan ushbu tovar og'irligi qancha deb so'rab ko'ramiz. Mana ikki xil variantda tarjima qilib berdi. Bitta variantni nusxalab olamiz va chatga qaytamiz. Men ikkinchi variantni nusxa qilib oldim. Endi sotuvchining chatiga qaytamiz. Chatga kirganimizda nusxa qilib olganimizni qo'yamiz va sotuvchiga jo'natamiz. E'tibor bering, jo'natilgan xabar oldidagi belgi sotuvchi o'qib javob yozgandan keyin o'zgaradi. Mana sotuvchi javob yozdi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, tovarimiz og'irligi 3-7 kilogramm atrofida bo'lar ekan. Siz shu tariqa boshqa qiziqtirgan savollaringizni berib, sotuvchi bilan gaplashsangiz bo'ladi.